Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlarga Axiom Trade degan saytni tanitaman. Bu yerda memo coinlarning savdosini qilsangiz bo'ladi. Fotonga o'xshab ketadi, lekin bu yana ham komplike, yana ham masalan to'la to'kis yaxshiroq bir platforma desak bo'ladi. Saytga kirgandan keyin mana bu yerda masalan trending coinlarni ko'rishingiz mumkin yoki DEX screenerga chiqqan coinlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda masalan qachon chiqqan yoki sayti bormi, Twitter'i bo'lsa masalan bu yerda qarang, Twitter'i ko'rishingiz mumkin. Kontrakt adresi, market cap, liquidity, volume, masalan audit log degan bu yerda informatsiyalarni ko'rishingiz mumkin va shu zahotiyoq sotib olsangiz ham bo'ladi. Quick buy bor. Xohlasangiz buni masalan bir qilsangiz, mana ko'rganingizdek shunga qarab to'g'rilasangiz bo'ladi o'zingizga. Filtr bor. Filtr Radium, Panfan yoki mushatalarni yoki mana bu yerlarni o'zingizga qarab to'g'rilab olishingiz mumkin. Undan keyin mana bu yerda puls qismi bor. Puls qismi o'sha yangi chiqayotgan fotonda ham bilasiz yoki masalan Panfanda ham bilasiz. Yangi chiqayotgan Panfandagi tokenlarni ko'rsatadi. Bu yerda esa masalan migrate ya'ni bonding curve deydi-ku, o'sha Radiumga yoki boshqa DEXga chiqadigan, ya'ni to'lib qolgan tokenlarni ko'rsatadi. Bu yerda esa o'sha migrated, Radiumga sotuvga chiqqan tokenlarni ko'rishingiz mumkin. Yana bitta narsa, oldinlari bilasizlar, bu tokenlar masalan Panfanda bonding curve to'lgandan keyin Radiumga chiqar edi. Bu narsa hozir bundan keyin Panfan o'zini PumpSwap degan, mana ko'rishingiz mumkin, PumpSwap degan o'zining DEXini tanitdi yaqindagina. Bundan bu yog'iga bu nimasi to'lgan, ya'ni masalan bonding curve to'lgan tokenlar shu zahotiyoq Radiumga emas, bundan keyin masalan 50-60k market capda bo'lgan tokenlar Radium o'rniga o'zining o'sha Panfan swap degan DEXga chiqyapti. Bu nima ishga yaraydi? Bu masalan oldin migrate bo'lguncha bilasizlar, mana bu yerda masalan 1 daqiqa yoki 2 daqiqa yoki bir necha soniya kutib qolar edik migration bo'lguncha, ya'ni Panfandan Radiumga o'tgungacha. Bu narsa endi bunday kutish hojati bo'lmaydi. Masalan PumpSwap bo'lgani uchun, o'ziniki bo'lgani uchun shu zahotiyoq darrov savdoga davom etadi. Shunday bir qulaylik tarafi bo'ldi. Davom etadigan bo'lsak, aytganimdek bu yerda masalan qarang, ko'p informatsiyalar bor. Masalan agar Twitter'i bo'lsa ustiga bossangiz, masalan Twitter'iga olib boradi. Sayti bo'lsa Panfan yoki masalan boshqa mana bu masalan holderslarni ko'rishingiz mumkin. Pro traders masalan necha marta bu dev nechta token chiqargan, mana buni qarang, mana 18 ta. Bu masalan qashqaloq oldin 18 ta tokeni işte Radiumga chiqqan bo'lgan ekan, ya'ni davomli token bo'syapti degani. Shunaqa informatsiyalarga erishishingiz mumkin. Bu yerlarda masalan qarang, top 10 holders qancha ushlab turibdi, devda developer qancha ushlab turibdi, sniper qancha ushlab turibdi, insiderlar, masalan insiderlar qarang, bo'lsa 29% yoki masalan bundle deydi. Bundle ham shu bitta guruhning tokenlari qanchasini ushlab turibdi degani. Bu informatsiyalarga bemalol ulashishingiz mumkin bo'ladi. Shunday bir yaxshi bir qulaylik tarafi bor. Xohlasangiz bu yerlardan masalan qidirib topib savdolaringizni qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari atalik tokenning ichiga kirdingiz. Tokenning ichiga kirgandan keyin xuddi bu ichkarisi nimaga o'xshaydi? Masalan biz bu JEX deydi-ku, ya'ni markaziy birjalar, Binance bo'lsin yoki masalan KuCoin bo'lsin, shularga o'xshab ketadigan tarzda qilingan. Bu yerlarda butun ma'lumotlarni yana erishishingiz mumkin. O'zingiz ko'rib chiqasiz. Mana bu yerlarda market cap yoki narxga qarab o'zgartirishingiz mumkin. DEX screenerga o'xshab ketadi. Mana bu yerlarda o'sha bo'layotgan savdolarni qancha olinyapti, qancha sotilyapti ko'rishingiz mumkin. Xohlasangiz buni adashmasam mana bunday qarang. Mana bunday turgan edi.
xohlasangiz mana bu ishoratchani ko'ryapsiz, ya'ni bularni pastga tushirsak bo'ladi. Qarang, yon bosaman strelkani, pastga keldi. Ko'rib turganingizdek savdolar pastga tushdi. Shuna bir xohlasangiz shu tariqa ham ishlatishingiz mumkin. Bu yerda positions bor, ya'ni siz hozir qaysi tokenlarni ushlab turibsiz. Qulay tarafi shu, siz jonni kuzatib borsangiz bo'ladi. Masalan, hozir qanchaga sotib oldingiz, qanchasini sotdingiz va davomli qarang, hozir siz qo'lingizda qancha bor va qancha foydadasiz. Bularni xuddi o'sha markaziy birjalarga o'xshaydigan xususiyatda tomosha qilib borishingiz mumkin. Foydangizni yoki zararingizni ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, aytaylikki biz trojanda olganda agarda biz refresh qilmasak, pozitsiyaga kirmasak ko'rishimiz qiyin bo'ladi. Lekin bu tariqa biz soniya foydadamizmi, zarardamizmi kuzatib borsak bo'ladi. Bu yerda masalan orderingiz bo'lsa, agar limit orderlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Holders qismini ko'rishingiz mumkin. Holderlarni bu yerda masalan kim qancha ushlab turibdi, top traderslarni ko'rishingiz mumkin bu yerda. Dev masalan dev tokenni chiqargan kishini ko'rishingiz yoki token haqida ma'lumot olishingiz mumkin bu yerdan. Bu tradelarni masalan aytganimdek xohlasangiz bu tariqa, xohlasangiz mana bu yerda trade panel bor. Ustiga bossangiz yon tarafga olib keladi. Bu tarafdan ham kuzatib borishingiz mumkin. Masalan dev desangiz ustiga bossangiz birdaniga o'zi o'sha developer, ya'ni tokenni chiqargan kishining tranzaksiyalarini olib keladi. Qancha olib sotyapti tomosha qilishingiz mumkin. Mana bu yerda U degan, buni ustiga bossangiz o'zingiz kashalogingizdagi savdolarni olib keladi. Mana ko'rib turganingizdek olib sotganlarim ko'rinyapti meni. Yana buni kopiyalamoqchi bo'lsangiz ustiga kelsangiz qarang. Bu yerda chiqdi. O'sha osongina bu yerdan ustiga bosib kopiyalab sol skanda o'sha analiz qilishingiz mumkin bu kashalogni. Bu taraf keladigan bo'lsak, buy va sell bor. Olish va sotish uchun market bilan olib sotsangiz bo'ladi. Limit order bor. Limit order bilan olib sotsangiz bo'ladi. Masalan bu yerda necha nimalik olmoqchisiz kuzatib qo'yibdi, mana yozib qo'yibdi. Xohlasangiz buni mana bu ishoratchi qalam ishoratchasi bor, ustiga bosib bularni xohlaganchalik o'zingiz to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Yana bosib qo'ysak strelkachani yopiladi. Shu tariqa xohlagan raqamlarni, solanan raqamlarini o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Sotishda ham xuddi shunday. Xohlasangiz masalan olgandan keyin necha foizlik sotmoqchisiz, bu yerda ko'rishingiz mumkin. O'zingiz bu ruchkachani yana bosib xohlasangiz 25%, xohlasangiz 30% qilib to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Yoki xohlasangiz bu foiz ustiga bossangiz solana kelib chiqadi. Ya'ni necha solana sotmoqchisiz, bularni ko'rishingiz mumkin. Endi bu yerda ham juda yaxshi informatsiyalari bor. Masalan, qanchaga oldingiz va qanchaga sotdingiz, qancha foyda ko'rdingiz yoki masalan agar pozitsiyangiz ochiq bo'lsa, qancha foydadasiz, bularni ko'rasiz. Bu yerda masalan presetda buy settingiz va sell settingizni to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Slipajni, priority yoki bribe. Bu platforma juda kam komissiya bilan ishlasangiz bo'ladi. Men bir ishlatib ko'rdim. Ya'ni bu nimalardan foyda qilish uchun aytaylikki savdo qilgancha ko'proq komissiya ketadi-ku ba'zi saytlarda. Bundan kamroq bilan ham ishlasa bo'lar ekan. Shu tariqa bularni to'g'rilab olsangiz bo'ladi o'zingizga. Bu yerda token informatsiyalari bor. Top on holder qanchasini ushlab turibdi, dev qanchasini ushlab turibdi, sniperlar, insiders, bundles, lip burn %100 masalan liquidity yo'qolganmi yo'qmi, buni ko'rsangiz bo'ladi. Yana bir yaxshi xususiyati dex paid. Mana qarang, dex paid. Bu nima degani? Bu o'sha Pamfandan Radiumga chiqqan payt avvallari, hozir nimaga chiqadi? Aytganimdek Pump swapga. Normalda o'sha dev, ya'ni bu token ishlab chiqarganlar $200-300 to'laydi. Bu to'lagan bo'lsa, bu shu tariqa bir fikr berishi mumkin. Demakki token yurdirish ehtimoli borki $200-300 to'labdi deb shunaqa bir ozroqgina ishonch paydo qilsa bo'ladi. Albatta bu %100 garantiya emas. Holderslar ko'rishingiz mumkin. Shu tariqa bu yerda juda yaxshi, juda ham foydali ma'lumotlar bor. Yana bu yerda tracker qismi bor. Bu juda ham foydali.
tracker qismi to'g'riroq mana bu yerdan ko'rsatay. Trackerni hozir buni orqaga kelaylik. Buni boshlar nima bo'lmasin, aralashib ketmasin. Mana bu yerga kelsangiz qarang, tracker bor. Bu yerdan walletlarni track qilsangiz bo'ladi. Masalan, bitta kashulok oldingiz deylik. Bironta kishini kuzatmoqchisiz. Bu yerga kelib add wallet bor. Add walletga bosib o'sha nimani yopishtirasiz, kashulokni va ism berasiz. Atalikki kit1 va add wallet deymiz. Mana ko'rganingizdek kit1 keldi. Xohlasangiz alert deb bu yerda masalan yoqib qo'ysangiz nimachani, qo'ng'iroqchani bu nima savdo bo'lgan paytda ekranga keladi va xabaringiz bo'ladi. Yaxshi xususiyatlari bor. O'sha track qilgan kashloklaringiz savdolarini mana bu yerlarda masalan kim nima olibdi, o'sha o'tmishdan kuzatib borsangiz bo'ladi. Yana bir tarafi bu yerda futures tarafi ham bor bu platformada. Masalan Bitcoin yoki ko'p Ethereum ko'p nimalarni, futureslarni ham bu yerni o'zidan amalga oshirsangiz bo'ladi. Albatta futures tarafi juda ham xavfli, tavsiya qilmayman. Faqatgina qilmoqchi bo'lganlar uchun ko'rsatib o'tdim. Ya'ni shu bitta platformani o'zida hamma narsani olib kelishibdi deb o'ylayman. Ya'ni ham futures tarafi bor, ham meme coin savdosi qilsa bo'ladi. Yields qismi bor, bular uncha muhim emas. Portfolio qismi bor. Bunga ham hozir kelaman. Rewards qismi bor. Buni ko'rsatib o'tay sizlarga. Rewards qismida mana ko'rganingizdek har bir savdoingizga o'sha ball to'playsiz. Bu 1-2 oylik adashmasam sayt. Bu ballar büyük ehtimol kelajakda airdrop bo'lib qaytib keladi o'zimizga. Shuning uchun albatta savdo qiling va o'sha balki ko'p kishi bilmaydi bu saytni, balki kattaroq bir airdrop ham qilib qolish ehtimoli bor. Hozircha vaqtinchalik adashmasam ballarni 2x qilib berishyapti. Bu albatta menimcha vaqtinchalik. Ko'proq tanilgan sari bu sayt bularni balki 1x ga tushirib qo'yishi mumkin. Yana bir yaxshi xususiyati bor. Bu yerda savdo qilganingizni bir qism so'lanalarni, o'sha ishlatasiz komissiyalarni, o'shalarni bir qismini sizga qaytarib beradi. Mana qarang, bu yerda claim deb o'sha yig'ilib qo'ygan nimalarni, so'lanalaringizni mana ko'rishingiz mumkin. O'zingizga qaytarib beradi, ishlatsangiz bo'ladi. Ballar to'plangan payt orada sirada mana bu yerda claim deysiz, bossangiz ballaringiz mana bu yoqqa yig'iladi. Ko'rganingizdek, men ballim hozir 6700 atrofida. Bu ballarni yig'ib, ya'ni savdo qilgan sari ko'payib boraveradi. Aytganimdek, büyük ehtimol yaxshi bir airdrop bo'lib qaytib keladi. Undan tashqari men yana bir narsani ko'rdim. Savdo qilgan sari orada sirada bir 3-4 dollarlik, ya'ni 3-4 dollarlik nima beradi. Mana bu tarafga kelardi. Hozir bular o'chirib tashladim men. 3-4 dollarlik hadiya solona beradi ora-sirada. Bu ham yaxshi narsa ekan. Endi portfolio qismiga keladigan bo'lsak, bu yerda birinchi kirgan paytingiz mana bu yerda ko'rsatay, qarang. Bu futures tarafi bilan meme coin tarafini kashloklari addeldi. Mana bu yerda bossangiz solona o'sha kashlogingizni kopyalaydi. O'sha solona kashlogingiz bu, ya'ni meme coinlar trade uchun ishlatiladigan kashlok. Bu esa ya'ni futures tarafiniki. Bunga alohida solona qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bunga alohida qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bular adashtirib yubormang. Endi mana bu yerda yana bitta narsa bor. Qarang, deposit withdraw. Bu yerdan agar chiqarib ketmoqchi bo'lsangiz yoki yotqizmoqchi, ya'ni pul qo'ymoqchi bo'lsangiz, bulardan amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda masalan o'zini kirgan paytimiz o'zi bitta kashlok beradi sizlarga. O'sha kashloklarni bu yana nimalari bo'ladi. Nima deydi? Parollari bo'ladi. Uni saqlab qo'ying, hech kimga ko'rsatmang. Undan tashqari yana xohlasangiz qo'shimcha create wallet deb qo'shimcha kashlok ochsangiz bo'ladi yoki import deb nima qilsangiz bo'ladi. O'sha o'zingizning kashloklaringizni, phantom kashlogingizni yoki Trojandagi ishlatayotgan kashlogingizni qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Men shunday qildim. O'sha Trojanda bilan savdo qilamiz biz. Trojan kashlogimni qo'shib qo'ydim. Ya'ni bu qanday foyda qilyapti menga?
aytaylikki Trojandan bitta narsa sotib oldim. Kelib mana bu platformadan, ya'ni mana bu saytdan jonli tomosha qilish uchun uni qanday qilamiz? Trojanga kelasiz. Bu yerda Trojan bilasizlar, bizning nimamiz bor. Settingizga kelasiz. Mana bu yerda wallet qismidan o'sha qaysi kashalogda bo'lsa sizga o'sha kashalogni ustiga bosasiz. Bu yerda export private keys bor. Export private key bossangiz show private keys deydi. Men buni bosmayman sizlar ko'rmasliklaringiz uchun. O'sha bosgan paytlaringiz sizlarga mana shu private keyni beradi. Ustiga bosib kopiyalaysizlar. Kelib mana bu yerdan import deysizlar. Mana bu yerda qarang, private keyni yopishtirasiz va import desangiz o'sha Trojandagi kashalogingiz bu yerga ham paydo bo'ladi. Men hozir Trojanda ishlatayotgan kashalogim bu yerga ham import qilib qo'ydim. Qo'ygandan keyin buni o'rniga buni tanladim va hozirgi savdolarimda ishlatyapman. Endi nimaga keladigan bo'lsak, hozir ko'rsataman sizlarga. Mana aytganimdek, o'sha Trojandan bitta token oldim deylik. Olganimdan bu yerda ham paydo bo'ladi va bu tariqa masalan tokenimni kuzatib borishim, xohlasam sotishim, xohlasam olishim, qancha foydalanaman ko'rib boryapman. Sizlarga ham albatta tavsiya qilaman. Bu saytni albatta nima bo'ling, ro'yxatdan o'ting va ishlating. Hatto masalan aytaylikki Trojandan olib, ya'ni bu platformadan sotsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda masalan sell deysiz. Xohlagan foizingiz, xohlasangiz 50%, xohlasangiz 100% ni sotsangiz bo'ladi. Xohlasangiz mana bu tarafdan ham kelib 100% ni sotsangiz bo'ladi. Bu komissiyalari arzonroq, shuning uchun aytyapman. Xohlasangiz tamoman bu tarafdan ham olib sotishingiz mumkin. Bu yerda masalan InstaTrade degan narsa bor. InstaTrade xohlasangiz buni yana o'zingiz to'g'rilab olishingiz mumkin. Bitta narsa olmoqchi bo'lsangiz, masalan aytaylikki buy'ni ustiga bosgandan sotib oladi. Qaytadan masalan biz bu yoqqa sellga kelamiz, tanlaymiz bo'lsamiz, unday emas. Bosgandan sotib olasiz va bosgandan sotasiz. Xuddi shunday bosgandan sotib olasiz, bosgandan sotasiz. MemCoinTrade'ga agar ishingizga yarasa, shundan ham foydalanishingiz mumkin. Ya'ni o'zlaringiz ko'rib chiqasizlar. Aytganimdek juda ham foydali deb o'ylayman bu saytni. Ya'ni ko'rinishi, ekrani bu markaziy birjalarga o'xshatishibdi. Lekin MemCoinTrade qilasiz va komissiyalar ham juda kam, arzon va büyük ehtimol kelajakda yaxshi bir airdrop qilish ehtimoli ham bor. Savollaringiz bo'lsa, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, albatta video ostida yoki Telegram kanalimga kelib so'rashingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha